Imtihonda nima olganimni qarang dedi. Wow, A+. O'g'lim, men sen bilan faxrlanaman. Bu sen uchun. Rostdanmi? Rahmat. Senchi kichkina o'g'lim, imtihonning javobini ko'raylikchi. Mana. Xo'sh. Rostdanmi? F oldingmi? Sen hayotda hech narsa bo'lmaysan. 20 yildan so'ng. Hoy dedi. Nima o'g'lim? Pinangizni olib turib, ishimdagi intervyuga borib tursam bo'ladimi? Juda ham kerak edi. Uzr o'g'lim, mening mashinam buzilib qolgan va men uni tuzata olmayman hozir. Yordam berishni xohlardim. Mayli. Men boshqacha qidirib topaman. Men bu narsani anchadan beri qilishni xohlayotgandim. Gaplaringizni eshitib qoldim va o'ylaymanki vaqti keldi. Bu sizga. Lamborghinimi? Va dedi, bu sizga. O'g'lim, yo'q edi.